Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, bugün biz mim harfi bilen tanışırız. Bütün harflere qaraganda o'zingchalik şulay. Çünkü o şaman mim harfi shunday ravishda yozila. Mim yumshoq harf, yumart harf, ikki yoqqa da qo'lin so'za. Yolg'ana ikki yoqdan da o'rtada kelsa endi yumshoq o'qila. Ma mimu deb nechik yozila? Masalan, boshda mana bulay, nara bulay, nara bulay, nara bulay. Demak, nechik? Boshda mana bulay, ondan so'ng bulay, ondan so'ng bulay. Tag'in ko'rsatam, mana bulay. Mim harfi bo'ldi. Boshында yozganda nechik yozila? Demak, mana shulay. Siziq bilan yozsak bizga anglashirga yengilroq bo'lacak. Siziqni uzib turaveramay. Siziqning mana ustida mana shu mim yota. Boshында bo'lsa mana bulay. Agarda endi o'rtada ekan mana bulay. Agarda endi jumla oxirinda ekan endi mana shulay keladi. Jumla so'z oxirida, afv eting. So'z oxirida kelsa, mana shulay keladi. Masalan, hozir tag'in bir masalan mavzun, banan. Shulay bit. Mavzun. Mavzun. Ko'rdingizmi? Boshida nechik keldi mana. Mavzun. Mavzun. Masalan, tag'in qariq bir misol, malik. Ayda mana shu harf bilan qariq. Malik, podsho degan so'z. Malik yawmiddin. Malik. Malik. So'z o'rtasida masalan as-samad. Allohus samad. Masalan as-samadni qarab ketik. As-so deyman biz o'randik. Mim dal. As-samad. As-samad. Voy, as-samad. Hozir hali qarorimiz ana so'z oxirinda. Masalan, rohim. Rohim. Ro bizning hozirga tusha. Him. Ya, ham endi mana tag'in tugaratdim. Shulay. Chunki hali bizning mimni mana bunday tugaratibdi. Yozuv stili, yozilishi bor. Rohim. Agarda bulay yozuv chetin bo'lsa, mana bulay yozib bo'lar. Mana bulay yozib bo'lar. Bunda endi biz rohimni yozdik, nechik etib? Shunday tugaratib rohim. Mimni shulay bizga shumarga kerak, chunki onun yozilishi chetinroq. Mana bu aytibdi. Yozirga kerak. Anglarga kerak. Mana shu liniyaning ustida mimi bo'lirga tiyish, quyrug'ini ostga tusha. Qolgan butun uning gavdasidagi formasi u shu siziqni tuskilishida qoladi. Mana bu bizning bular mim harfi. Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.